Kıroren güzeli ise dünyada bunday adam yok. Kıroren güzeli bu çakılık mayısının dairesinden baykalgan hayat vaxtida taxminen 1,55 m boy izligiga ega o qantiplik ondan keyin 45 yoshlar chamizdagi bir ayol bo'lib 3800 yil burun yaşagan şu kişininki jasdi. Keyin kişiler bunu Kıroren güzeli deb atagan. Çünkü 5 chiroyli bo'lg'achqa Kıroren güzeli deb atalgan. Bu chaqiliq mayısida güzelliklar intayin ko'pkan qaranglar. Bu chaqiliq mayısınki bozorga yaqin bir yisida bundaq bir funxotay bor ekan. Yani bu burunqi dushmanlardan mudofaa qiladigan bunda hozir telefonning o'rnida xabar yetkazadigan bir muna işte ekan. Buningga qurilgani taxminan 2000 yil burun qurilib ekan. Muşda ya Şinjan'da bekçikken, lekin muşu joy Şinjan'daki en mükemmel saqlangan o'rin ekan. Öz vaqtida menda bir rayondan bir rayonga aloqa qilish uchun muşuna egiz yerda o't yoqib signal bergan ekan. Signal bergan bir o'rin deb tushunsanlar bo'ladimi, Fonxotay degan. Bu yani egizga 13 metr keldi ekan, bu yani qo'g'daydi ekan, hozir butunlay to'saq qilib saqlab qopdi. Men mushuga kelganimdan intayin xush bo'ldim ko'pchilik. Chaqiliq kelsanlar cho'qim bir kebab yeydigan bir do'kon deb biray. Bu do'konninki 8 ayrimxonasi bor ekan, ishchirat pokiz ekan. Xo'jayinning ismi Turg'unjon ekan, mana qaranglar. Butunlay qo'rg'udilam qildi ekan kebabni. Qo'rg'udilam. Shunda ta'mlik pishdi ekan. Kebab yemoqchi bo'lsanglar, dal mush Turg'unjonninki mush do'konga kelib qo'rg'u kebab yanglar-jimi? 抖音。